Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz Farg'ona viloyati Quvasoy shahridanmiz. Mana telefonda reklamada suv filtrlarini ko'rib, mana Samarqand shahriga zaryadga berdik. Mana yuvarishdi. 3 kun ichida keldi. Quvasoy shahridagi pochtadan olib kelib, mana o'rnatdik. Filtrlar yaxshi, o'rnatishi ham oson. Juda yaxshi filtrlarni o'rnatib, mana bir hafta tekshirdim. Bundan oldin o'g'illar qo'yishdi 10 milliondan. Bolalar kelib reklama qilib, men ishonmadim. Ishonmasdan mana zaryadga qildim. Ishlashi yaxshi, suv toza. Mana bu ikki xil suv, mana kumush rang bilan, mana sariq rangi, mana kumush rangi o'ta toza ekan. Bu ham yaxshi. Ikkalasi juda yaxshi. Bir hafta men tekshirdim. Keyin men shu reklama qilishdi. Shu nima qildim? Mana suvni olamiz. Mana suv o'lchaydigan, suvni tarkibini, tozaligini o'lchaydigan apparatni ham yuvarishgan. Mana hozir biz yoqamiz buni. Filtrdan chiqqan suvni o'lchaymiz tozaligini. Mana 6 chiqyapti. Mana endi hozir buni o'zimizni o'sha vodoprovoddan chiqayotgan suvni hozir tekshiramiz sifatini. Mana vodoprovod suvidan olyapmiz. Mana buni ham tekshiramiz. Mana 0 turibdi. Mana hozir o'zimizni vodoprovod suvini tekshiramiz. 422 ko'rsatyapti. Mana endi filtrdan chiqayotgani 6. Juda yaxshi, sizlarga tavsiya qilamiz. Juda yaxshi. Hammasi bir. 10 millionga qo'ysangiz ham, 2 millionga qo'ysangiz ham o'sha suv bir xil. Mana bu nimani qopqog'ini yopamiz. Mana men o'zim o'rnatdim. Bemalol zaryadga qilib o'rnatsalaring bo'laveradi. Bir hafta tekshirdim men suvini. Yaxshi.